Buni tushdi desa bo'ladi o'rtoqlar. Turkmanni pomidorini ko'rsataman. Narxlar ancha qaytdi. Mana bu chiroylisini qizil pomidor necha pul berasiz, aka? 26.000. Xo'p, mana bu shodaligini necha pul berasiz? Xalq bo'lsa 28.000. 28.000. Baraka topinglar mana. Navbat pomidor bodring qatoriga marhamat tomosha qiling. Turkmanni pomidorning arzonroq varianti bor ekan. Do'stim, necha pul berasiz buni? 23.000. Mana 23.000 so'm chiqibdi, arzonroq variant Turkmanni. Bu yoqda Turkmanning ro'zoviy pomidori ham bor ekan. Oke, necha pul berasizlar? 28.000 so'm. Mana bu yoqda qizilli shodalikni chiroyliroq varianti bor ekan. Mana oke, necha pul berasizlar bunisini? 34.500 so'm. Baraka topinglar. Xo'p, mana Buxoroning qizil pomidorini ham ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Go'zal qilib olib kelib qo'yishdi, baraka topsiz. Oke, necha pul berasiz buni? 30.000 so'm. 1 kiloga 30.000 so'm. 1 kiloga 30.000 so'm. O'rtoqlar, Navoiyni ro'zoviy pomidorni ham ko'rsataman. Bugungi kunga, xo'p, mana 6 taligisini 33 ming berishayotgan ekan, 5 taligisini 34 mingmi? 33 mingga 34 ming bo'layotgan ekan. Mana Toshkentning qizil pomidori ekan bu. Mana e'tiboringizni ko'rsataman. Buni ham narxini ko'rsatib ketaman, chunki pomidorning xili ko'p. Necha berasiz aka buni? 25.000. 25.000 so'm. Mana 2-aprel holatiga 25.000 chiqdi narxi. Bodringlarni ham ko'rsataman o'rtoqlar sizlarga. Mana bu gladkiy bodring bo'ladi. Bu ham chiroyli ekan. Narxi necha pul do'stim? Bular 15.000 so'm. 15.000 so'm. Bularichi 14.500 so'm. Bular 16.500. bu maydasichi. 18 ko'proq olganga 17. Bu orzu emas, to'g'rimi? Orzuni o'zim oldim, 19 mingdan oldim hozir.